yengil bo'lmagan o'yin o'tkazadi. Nasafga qarshi bahsda ishtirok etadi OKMK, lekin OKMK Yo'ldoshev to'pni yuqoridan jarimaga yetkazib beryapti. Yaxshi imkoniyat. Zarba bor. To'p qaytarildi. Bilmadim kim tomonidan qaytarildi. Bo'lardi. Boyagi vaziyatni ko'ramiz. Xo'sh, burchakdan to'p o'yinga kiritildi. Tayyor pas-ku bu. Norsafarov ruxsat beryapti. Hozir mana bu vaziyatda hisobni ochyapti. Ubaydullayev yaqin burchakka borgandi. Bu avvaldan o'ylab topilgan, ishlab chiqilgan mashg'ulotlarda o'rganilgan, qayta-qayta mashq qilingan kombinatsiya bo'lishi kerak. Mana ish berdi degan ma'noda ko'rsatishyapti. Bu avtogol ekan lekin. O'rtada to'p Shushnarga tegib kirib ketdi. Ubaydullayev to'pni darvozaga yo'naltirdi aslida. 1-0. Lokomotivning yaxshi imkoniyat. 1-1. Hech qancha vaqt o'tgani yo'q. Loko vakillari hisobni tenglashtirmoqda. Sunnatulla Poyonov. Yo'q. Shodiyor Shodiboyev. Yelichich g'am qayg'uga tushadigan lahza ham bo'lgani yo'q. Lekin to'pni o'ziga bo'ysundirib olgunga qadar tomoshabinga aylantira oldi. Urib yubordi to'pni, muvaffaqiyatli chiqdi. Kozlovning urinishi endi egallaydi. Bunisi kerak emas. Mutlaqo keraksiz joyda o'ziga o'zi olib keldi Kozlov. Nima keragi bor? Yuqoridan kelayotgan to'p ushlading. Qo'l bilan harakatlana olasan. Mana qarang, zarba bor. Labi qonab ketgan hatto. Boyan Mladovichni. Shunchaki bunday teginishga labi qonab ketmaydi-yu. Mladovich bejiz jizzakilik qilmayapti. Qarang mana, Mladovich chiqib boryapti. Ustunlik tirsak bilan zarba. Ustunlik senda-ku Kozlov. Hozir mutlaqo noto'g'ri. Abdulloh Yo'ldoshev tortishayotganligi, tortishib o'ziga o'zi o'yindan tashqari holat bor ekan shekilli. O'yindan tashqari holat bor ekan. Menimcha shu bois penalti degan masala olib tashlanmoqda. Adashmasam, to'g'ri tushunayotgan bo'lsam. Markazda buxoroliklar to'pni egallashdi. Rodich, lekin Buxoro bundan buyog'iga katta o'yinning katta qismi. Shevchenko juda to'g'ri qildi hozir. Nikita Shevchenko to'pni egalladi. Rodich to'g'ri qildi. Mana bu tayyor sovg'a. Zarba va 2-1. Bu himoyachi Abdulloh Yo'ldoshevning xatosi edi. Bilmadim bu yerda bosim kuchlilik qildimi? Boyagi qizildan keyin ichki bir hayajon ortib ketdimi? Boshqacharoq o'ynasa bo'lardi. Kuchliroq tarzda tepib yuborish imkoniyati bor edi Abdulloh Yo'ldoshevda. Aleksey Kozlov baribir uni eslayveraman. Bu yerda Abrayev ham to'pni uzoqlashtira olmagan ekan. Mana bu yerda Mamasidiqovga tayyor sovg'a. Mamasidiqov esa darhol zarba bermadi. O'ng tomonga oldi. Ubaydullayevdan assist bo'lib chiqyapti hozir. Endi assist ham deb bo'lmaydi, aslida Abdullohdan keldi to'p. Mana shu jarayonda Bremen Lokomotivning ikkita o'yinchisi Shoshnyar, Abrayevning yurishi, Abrayevning zarbasi noaniq. Himoyachilarga yuklama ortib ketadi endi. Lokomotiv himoyachilariga Rodichning zarbasi Nikita Shevchenko.
Yana ko'ramiz. Keldi bitta kichkina fint va bu zarba edi. Bu zarba edi, qadrli do'stlar. Valojaning zarbasi. Asosiy tarkibda edi. Aynan Poyonov o'yin. Qanday bo'shliq hozir. Buxoroning hujumi keskinlashmoqda. Zarba. O'yin qanot himoyachisi Kirill Todorov. Hujum markazida yana Quvonchbek Abrayev bor, 7-raqam egasi. Jamoa sardori Alek Zateyev. Jamoa tarkibida eng yoshi kattasi, bilmadim, qarab chiqish kerak, balki maydonda eng yoshi kattasidir Zateyev. Qanday zarba edi. Yana o'sha Todorovmi? Endi Ro'ziyev. Davom etadi hujum. Juda yoqyapti buxorolik ishqibozlarga ham. Mezbonlarning tashabbusiga ega bo'layotganliklari. Ravshan Xayrulloyevning zarbasi. Hujumga yordam beradigan o'yinchi chap tomonda Temur Masidiqov 11-raqam, hujum ortida Sherzod Esonov 25, hujum markazida Shahzodbek Ubaydullayev 10-chi. Masidiqov, Ubaydullayevning zarbasi o'tda noaniq. Xurshidbek Muxtorov himoya markazida harakat qilyapti. Muxtorov asosiy tarkib vakillari orasida markazda hozir Loko vakillar to'pni egallab olishdi. Nisich zarba beryapti. Nisich bu aniq zarba edi. Qutqardi hozir darvozabon Umidjon Hamroyev. Bo'shliqqa ega bo'ldi, oldinga tashlandi. Yurdi. Zarba berdi. Bunaqa vaziyatlardan yaxshi foydalanadigan murabbiy. Ajoyib. Temurxo'ja ichkariga juda o'tkirlashib ketdi. Burchak juda o'tkirlashib ketdi. Daqiqa. 20 daqiqa qolyapti. Ajoyib tarzda to'p o'tmoqda. Suhrob Nurulloyev jarima maydoni ichida. Suhrob aldab o'tishga harakat qilyapti. Zarba bor. Yaqin burchakni yopib bo'lgandi. Darvozabon yopish kerak edi Hamroyev. Boyagi vaziyat. Suhrob Nurulloyev ichkarida. Bitta fint orqada qoldiryapti. Muhammad Yo'ldoshevni zarba berdi. Suhrob Nurulloyevga yordam kerak. Suhrobga Diyor Turopov to'pni to'g'ri darvozaga yo'naltirdi. Suhrob Nurulloyev ortga qaytardi. Nisich. Suhrob saqlab qoldi. Nurulloyev to'p bilan ajoyib tarzda yetkazildi. Zarba! Bunaqa zarbani kutishmagandi menimcha. Diyor Turopovdan o'zi ham kutmagandi. Jo'rayev hamda Yo'ldoshev o'rtasida. Lekin Jo'rayev o'rnidan turdi. Hozir juda yotib oladigan palla emas. Kimga? Mana imkoniyat, zarba! Bilol. Suhrob Nurulloyevning to'p uzatishi, himoyachilar qaytarishdi. Bosh bilan berilgan zarba darvozaga yo'naltirib yubormoqchi bo'ldi Diyor Turopov. Suhrob Nurulloyev. Mana shu tariqa vaziyat yakuniga yetdi. Mana imkon, mana vaziyat, mana imkoniyat. Voy, nima qilding? Qanday qilib Diyor? Yo'q joydan hozir imkoniyat yuzaga kelgandi. Qanday qulay vaziyat edi. Hozir o'zini ham ichidan o'tyapti shu. Yuqoridan uzatilgan to'p, bosh bilan zarba. Temurxo'ja Abduxoliqovning zarbasi bu. Bo'ldi, shu bilan bahs tugadi. O'yin tugadi, qadrli do'stlar. Buxoro 2-1 hisobida g'alaba qozondi.